Qiyomat kunida inson kambag'al bo'lganiga quvonadi. Hisob-kitobi yengil bo'lishini ko'rib. Dunyosi qo'lida katta bo'lganiga qiyomat kunida pushaymon yeydi. Inson qiyomat kunida hadislarda aytilganidek, ikkita odamning o'rtasida qozilik qilganiga pushaymon yeydi. Qaniydi shu mansabda o'tirmasam, qaniydi shu hukmni chiqarmasam. Qiyomat kunida erkak, ayollar yalang'och holda mahshargohga yurib boradi desalar, Oysha onamiz, "Ya Rasululloh, erkak, ayol yalang'och bo'lib aralashib yursa, noqulay uyatli holat bo'lmaydimi?" deganida payg'ambarimiz aytadilarki, "Ey Oysha, u kun shunday dahshatli kunki, inson yonida birov ketayotganligini ko'rmaydi. Dahshatli qattiqligidan yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Uni erkak, ayol, kiyim avrat emas. O'sha kun kelyapti, hammamiz oldimizda turibdi. Siz xohlamasangiz ham o'sha kunga borasiz. Endi sizning oqilligingiz nimada? Ana shu kunga tayyorgarlik ko'rishlikda.